Ramazon, mehr muruvvat, axirlik va shukronalik oyi. Ushbu muborak Ramazonda prezidentimiz tashabbuslari bilan ko'plab oilalarga baraka kirib bordi. Ularga xursandchilik ulashilib, holidan xabar olinmoqda. Moddiy va ma'naviy ko'mak berilyapti. Muxbirimiz Farg'onadan xabar beradi. Farg'ona tumanidagi Dilkusho mahalla fuqarolar yig'ini mahalla raisi bilan qisqa suhbatdan so'ng hududga biriktirilgan ijtimoiy xodim Dildora Xolmatova har bir oilaning holatini bilish uchun yo'lga otlanadi. Davlatning mehr va e'tiborini har bir xonadonga yetkazish uchun. Gazga ko'rab olib kelib, so'zi foyasdan so'zi olib kelib, qaynota asla qilib o'qimma. Bolam, men nihoyatda qiyinchilik ko'p ko'rdim. Endigi hayotimizda mana to'g'rilik, qiyinchilik yo'q. Yoshlik davrlarini eslarkan, bir asrdan ziyod umr ko'rgan 104 yoshlik Mayramxon momoning ko'zlariga yosh keladi. Ammo bugungi dorilamon, tinch va to'kin kunlarga shukr aytib, u qalbida minnatdorlik bilan duo qiladi. Hamma yo'qlar to'kin chachin. Prezidentimizga katta rahmatlar aytaman. Tanijoni sog' bo'lsa. Dilkusho mahallasida yashovchi onaxonning ta'kidlashicha, bu galgi Ramazon xonadoniga yanada ko'proq baraka, dillarga xotirjamlik olib kirdi. Bejiz emas. Davlatimiz rahbari tashabbuslari orqali Ramazon oyi munosabati bilan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash uchun bir martalik moddiy yordam berilgani Mayramxon momo kabi minglab yurtdoshlarimiz qalbida Ramazonning haqiqiy ma'nosini, mehr, saxovat va baraka ruhini yanada mustahkamladi. Mahallamizda 1007 ta xo'jaligimiz bor. 44 nafari ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar. Shu 44 nafar oilalardan ijtimoiy reyestrda, kambag'al reyestrida 16 nafari davlat ta'minotidagi oila, qolganlari yashil va sariq toifadagi oilalar bo'lib, ularga mana Ramazon oyida davlatimiz rahbari tomonidan bir martalik yordamlar o'z egalariga tarqatildi. Ushbu mahallada yashovchi Badalovlar oilasi ham shular jumlasidan. Latofatxon aya pensiyada, turmush o'rtog'i Valijon aka Badalov 2-guruh nogironi. 3 nafar voyaga yetmagan nabiralarini vasiylik, homiylik yo'li bilan o'z qaramog'iga olishgan. Prezident tashabbuslari ushbu xonadonga ham yetib keldi. Ro'za Ramazon oylarida yana 1 milliondan yordam berishdi. Hurmatli prezidentimizga katta rahmat. Pensiyalarimizni olyapmiz vaqtida, bolalarimizga nafaqa puli olyapmiz. Mamlakatxon Sofiyeva oilasi ham davlat ta'minotidagi oila. O'zi pensiyada, turmush o'rtog'i 2-guruh nogironi. 1 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Ularga ham Ramazon munosabati bilan bir martalik moddiy yordam yetkazildi. Avvalroq isitish mavsumi uchun ajratilgan moddiy yordam oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak mahsulotlari bilan ham ta'minlangan. Bir so'z bilan oila davlatning doimiy e'tiborida. Bir so'z bilan muborak Ramazon oyi davomida davlat rahbarining samarali tashabbuslari minglab oilalarga baraka, tinchlik va shukronalik olib kirdi. Bu esa inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlarning amaldagi inikosi bo'lmoqda.